Jonimlarning gaplariga qilib bergan kotletimning retseptini hamma so'rabdi. Mazasi ozligida qolibdi. Bugun shu kotlet retseptini sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Idishimizga 500 gram qiyma, 2 ta o'rtacha kattalikda piyoz, kashnichur, paprika, tuz va zira solib, ozgina sutga evitilgan non solib olamiz. Bitta tuxumni chaqib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Qiyma yana ham zo'r bo'lish uchun misorobkadan 2 marta qiymani urib, yaxshilab pishitib olamiz. Va 1 soatga xolodilnikka olib qo'yamiz. Xolodilnikda tindirilgan qiyma ochilib ketmaydi, yorilib ketmaydi. Ichidagi nachinkalari ham oqib ketgan. Qiymalarimizni 100 gramdan o'lchab oldim. Hammasi bir xilda chiqishi uchun. Qiymalarimizni salofan yordamida xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib yupqa qilib yoyib olamiz. Kotletlarimizning ichiga yaxshi eriydigan sirdan solib olamiz. Qiymalarimizni ustini salofan yordamida yopib, yarim oy shaklida chetlarini yaxshilab bosib tugib olamiz. Qizib turgan skоворodkamizga kotletlarimizni solib, 2 minut oldini, 2 minut orqasini o'rta olovda pishirib olamiz. Qiymamizni yupqa yoyganimiz sababli ichlarigacha yaxshilab pishadi. Men yoniga kartoshka pyure qildim. Sizlar xohlasanglar, guruch yoki frik qilsanglar ham zo'r bo'ladi. Tayyor kotletlarimizni issig'ida dasturxonga tortamiz. Buni sirlarini cho'zilishini qaranglar. Ichlari yumshoqqina sochniy bo'lib pishgan. Shu retsept asosida bir marta bo'lsa ham tayyorlab ko'ringlar. Video yoqgan bo'lsa, yurechani bosib, kommentariy yozib qo'ysanglar, xursand bo'laman.